Assalomu alaykum, kanalim kuzatuvchilari, kanalimga yaxshi kelibsizlar. Sizlarning kanalimda g'oyibona ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan juda ham chiroyli va mazali tort tayyorlaymiz. Tortlaringizni tayyorlay olmayapmiz, chunki tarozimiz yo'q degan opa-singillarimiz uchun bugun ham qoshiqlarda o'lchab ko'rsataman va tort tayyorlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim deb 10 dona o'rtacha kattalikdagi tuxumni idishimizga chaqib olamiz va o'rtacha osh qoshiqdagi qoshiqda 15 osh qoshiq shakar solamiz. Bu 280 grammga teng bo'ladi. Tarozisi bor opa-singillarimiz ham tayyorlay olishadi. Bemalol tarozingiz bo'lmasa ham qoshiqlarda o'lchab tayyorlasangiz bo'ladi. To'la qilib 15 osh qoshiq shakar solamiz. Tuxumni grammini ham ko'rsatib o'tdim. Bu po'chog'idan tashqari ko'rsatilgan tarozidagi grammi. Choy qoshiq uchida tuz solamiz va 5 gram vanilin solib, mikserni baland tezligida 10 minut davomida oppoq shakarlari eriguncha ko'pirtirib olamiz. Shakari to'liq erib ketishi kerak. Shakari erimay qolsa, biskitingiz o'xshamay qolishi mumkin. Shunga ham e'tibor berishingizni so'rayman. Xuddi shunaqa oppoq quyi massa bo'ladi. Tuxumimiz oqargandan keyin, shakarlari to'liq erigandan keyin 6 osh qoshiqda o'simlik yog'i solamiz. O'simlik yog'i ham xona haroratida turgan bo'lishi kerak. Ustiga 6 osh qoshiq sut solamiz. Bu 60 grammga teng bo'ladi. Sut ham xona haroratida turgan bo'lishi kerak. Xolodilnikdan olib ishlatmang. Biroz aralashtirib, tuxumli massamizdan ustiga solamiz va bitta massa bo'lguncha yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi buni tuxumni ustiga solib, mikserda biroz aralashtirib olamiz. Juda ham ko'p aralashtirishimiz shart emas. Biroz aralashtirib olsak yetadi. Mana tuxumli massamiz tayyor bo'ldi. Mana shunaqangi quyuq, cho'kib qolmaydigan massa bo'lishi kerak. Ustiga 1 choy qoshiq to'ldirib, razrixlitel solamiz. 1 osh qoshiq to'ldirib, kukuruzli kraxmal solamiz. Kukuruzli kraxmal solish shart qizlar. O'rniga un solsam bo'ladimi deb ko'p savol berishadi. Kraxmal solganingiz yaxshi, o'shanda kutilgan natijani beradi. 10 osh qoshiqda un solamiz. Unni ham oliy navli un ishlatishga harakat qiling. Biskitingiz juda ham zo'r chiqadi. Unni elakchadan o'tkazib 2 martaga bo'lib o'tkazamiz va lopatkada tepadan pastdan qilib aralashtirib olamiz. Juda ham palapartish aralashtirmang, asta-sekinlik bilan aralashtirib unlarini qorishtirib olamiz. Mana biskit xamirimiz tayyor. Biskit xamirini 2 ta 23 ga 10 cm qolipga bo'lib solib olamiz. Va atroflarini un bilan yopib olamiz. O'shanda biskit xamiri oqib chiqib ketmaydi atrofidan. Agar falgangiz bo'lsa, falga qog'oz o'rab olsangiz bo'ladi tagiga. Falga qog'oz ishlatmaydigan opa-singillarimiz uchun ham ko'rsatib o'tdim. Un bilan atroflarini yopib olsangiz bo'ladi. Bu orada 120 gradusda tepa pastini yoqib duxovkani qisitib qo'yishimiz kerak va 25-30 minutga qadar pishirib olamiz. Yana ham duxovkangizni orientirini olib, biskitni pishirishga to'g'ri keladi. Hammaning duxovkasi har xil graduslarda pishiradi. Biskitlarimiz tayyor, to'liq sovutib, har bitta biskitni 2 ga bo'lib olamiz. O'shanda bizda 4 ta ko'sh bo'ladi. Xohlasangiz 3 tadan 3 taga bo'lib olsangiz ham bo'ladi har bitta ko'shni. Mana videoda ko'rsatib o'tdim. Juda ham yumshoqqina, oralari ham oppoq bo'lib, juda ham chiroyli biskit bo'ladi. Biskitlarimiz tayyor bo'ldi. Endi tortimiz uchun krem tayyorlaymiz. 500 gram qaymoqqa 250 gram varyonli moloko solib, 3-tezligida 4-5 minut davomida quyilguncha ko'pirtirib olamiz. Mikserni izlari tushgandan keyin mikserni o'chiramiz. Bundan ortiq ko'pirtirib yubormang. Qaymoqni albatta sifatli qaymoqdan ishlating. 35% dan kam bo'lmasin. O'zingiz yashab turgan joyingizdagi ishonchli qaymoqlardan foydalansangiz bo'ladi. Men har doim uy qaymog'idan ishlataman.
juda ham zo'r chiqadi kremlarim. Biskvitlarimizni shirin suv bilan namlab olamiz va qolipni ichiga terib olamiz. Kremni 3taga bo'lib olsangiz bo'ladi. O'shanda biskvitlarning orasi teng krem bo'ladi. Bittasiga ko'p, bittasiga kam bo'lib qolmaydi. Oxirgi biskvitni ham qo'yamiz va qolgan shirin suv bilan namlab olamiz. Qolgan krem bilan nomiga ustini kremlab, ustiga strich salafanni yaxshilab yopib olamiz va 6-7 soatga xolodilnikka qo'yib olamiz. Bir kecha qoldirsangiz ham bo'ladi. Tortimiz yaxshi muzlab olishi kerak. Qanaqa savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsangiz bo'ladi. Albatta vaqtimga qarab javob beraman. Kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Tortni xolodilnikdan olishimizdan oldin bezatish uchun, tortni qoplash uchun shanti krem ko'pirtirib olamiz. 200 gram shanti kremga 200 ml da muzdek suv solib ko'pirtirib olamiz. Mana shunaqangi qattiqqina krem bo'ladi. Ozginasini olib qolamiz bezatish uchun, ya'ni atirgullar yasashimiz uchun olib qolamiz. Shanti kremni qopchaga solib, tortni yonlarini va ustilarini kremlab, chiroyli qilib tekislab olamiz. Endi 150 gram shokoladga 75 gram pista yog'i solib, suv hammomida eritib olamiz. Ganashimiz tayyor. Endi atirgul nasotkasini qopchaga qo'yib olamiz va qizil rangni bir chekkasiga oqizib olamiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib tayyorlaysiz va shanti kremni solib olamiz. Dastlab tortni tagi qismiga gullar chiqarib olamiz va ganashimiz iliq holatga kelgandan keyin tortni ustiga quyib olamiz. Agar uyingizda shokolad bo'lmasa, o'rniga shokoladli jeledan ham quysangiz bo'ladi. Unda ham tortimiz juda ham mazali chiqadi. Endi 4 dona qizil atirguldan yasab, tortimizni ustiga qo'yib olamiz. Yana ham xohishga qarab bezatsangiz bo'ladi. Va rang aralashtirilmagan shanti kremdan ham 4 dona yasab oralariga qo'yib olamiz. Tortimiz juda ham chiroyli chiqadi. Ko'zni quvnatadigan tort bo'ladi. Shanti krem uchun men 2 osh qoshiqda sug'ishonli moloko aralashtirib oldim. Bu videoga tushmay qolibdi. Sug'ishonkaga moloko aralashtirishni unutmang. Va yonlariga barglar qo'yib olamiz. Tortimiz deyarli tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Kanalimga obuna bo'lib, videolarimga like bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.